Qur'onning 7 xil qiroat bilan tushirilganligi haqidagi hadislar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men bir odamning Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan anglagan bir oyatni boshqacha qiroat qilib o'qiyotganligini anglab, uni qo'lidan tutib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qashig'iga olib borsam, Rasululloh: 'Har ikkinglarning to'g'ri' dedi. Raviylardan Shu'ba dediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qishda ixtilof qilmanglar. Chunki sizlardan ilgirki o'tganlar ixtiloflashib halok bo'lib ketgan degan deb o'ylayman. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu deganki, men Hisham ibn Hakim ibn Hizamning Furqon surasini men o'qigandek o'qimasdan boshqacharoq o'qiyotganligini anglab qoldim. U surani menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qitgan edi. Men o'zimni tutolmay uninga pozitsiya bildirgili tas qoldim. Men uni namozni o'qib bo'lguncha saqlab turdim. U namozni o'qib bo'lganda uning yoqasidan tutib so'ragan peti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qashig'iga olib kelib, buning sizlar menga o'qitgandek qiroat qilmay boshqacharoq qiroat qilayotganligini anglab qoldim desam, Rasululloh menga uni qo'yvat dedi. Andan uningga sen o'qib baqqan devidi, u o'qidi. Rasululloh mushundoq tushirilgan deb andan menga sen o'qigan dedi. Men o'qib edim Rasululloh. Bu sura mushundoqmi tushgan? Haqiqatan Qur'on 7 xil qiroat bilan tushirilgan. Shunga uningdan sizlarga oson bo'lganini o'qinglar dedi. Sahihayndan. Qur'onning 7 xil qiroat bilan tushirilganligini olimlar turli izohlagan bo'lib, eng kuchli qarashda bu qiroatning 7 turi va shaklini ko'rsatadi. Kalimalardagi harflar farqli talaffuz qilinsa-mu, ma'nosi bir. Ma'nosi farqlansa-mu, bir-biriga moslashadigan, yiroqlab ketmaydigan, zid kelmaydigan o'qilishdir. Kalimadagi bir harf farqliq yoki harfdagi zirzabar harakatlari farqli bo'lsa-mu, ma'nosi o'xshash bo'ladi. Gohida ma'nosi sal farqli bo'lsa-mu, bu farq jumladagi o'rniga qarab yo'qoladi. Gohida ma'nodosh kalimalar almashib keladi. Gohida kalimalarning o'rni ilgari-keyin bo'lib almashib keladi. Gohida biror kalima izohat sifatida qo'shimcha keladi. Gohida idg'am, g'unna, tafhim, tarqiq va mad qatorliq tajvid ahkomlarida farq bo'ladi. Xo'sh, bir qatim tushgan oyat qandoqsiga 7 xil tushadi? Bir xili tushib, keyin yana bir xili tushganmi? Javob: ma'lumki, Jibril alayhissalom har zamonda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan Qur'on tanishib, u zotga Qur'onni sunatdi. Har sunishida ba'zi kalimalarni farqli o'qib beradi. Sho'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallam Jibril menga bir xil qiroat o'qib bergan edi. Men ko'proq qiroat o'qib berishini so'raversam, oxiri u 7 xil qiroat o'qib berdi degan. Demak, turli qabilalarning tushunishi va asli tutib olishi qulay bo'lsin uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam Quraysh va uning atrofidagi qabilalarning talaffuzi, shevasi, dialektida nozil qilingan bir qiroatni boshqa qabilalarning talaffuzi, shevasi, dialektida qiroat qilinishi uchun ruxsat olgan. Bu xohlagancha har kim o'qib oladigan qiroat bo'lmasdan, faqat Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan anglagan bo'lsa, andan kuchga egadir. Hazreti Osman Qur'onni bir mushaf qilib 7 iqlimga tarqatganida oyatlar bir xil qiroat bilan yozilgan. Lekin chekitsiz va zir-zabarsiz yozilgachqa ba'zi kalimalarni boshqa qiroatda o'qishga imkoniyat qolgan. Natijada mushaf yozilishi ba'zi bir qiroatlarni o'z ichiga olgan. Buning bilan qiroat o'xshashmasligi haqidagi da'talashlarning yo'li asosan etilgan. Bu har kalima 7 xil qiroat qilinadi deganlik emas. Balki ba'zisi faqat bir xil, ba'zisi 2 yoki bir qancha xil qiroat qilinadi. Eng ko'p bo'lganda 7 xil qiroat qilinadi deganlikdir. Bu 7 xil qiroat Qur'onda chechilang'u holatda bor bo'lsa-mu, uni ma'u deb bilgili bo'lmaydi. 7 xil qiroat deb tanilgan mashhur qiroatlarni mufassir va qiroatshunos Imom Mujohid ijtihod bilan jamlagandir. Tavatur yo'li orqali isbotlangan qiroat bo'lsa, qaysi qiroat qulay bo'lsa, shuni bilan o'qisa bo'ladi. Qur'onni birlikka kelingan 7 xil qiroat bilan o'qish durust. 7 xil qiroatdan boshqa qiroatlar bo'yicha o'qish durust emas. Yana Qur'on o'qishda ixtiloflashish va dadalash qilish joiz emas. Chunki ma'lum bir oyat yoki kalimani 2, 3 yoki undan ko'p xil qiroat qilish joiz bo'lgan taqdirda, o'zi o'qigan qiroatdan boshqa bir xil qiroatni inkor qilsa, Qur'onni inkor qilgan bo'ladi. Bu kufrdir. To'g'ri bo'lgan bir qiroatni xato deyishga bo'lmaydi. Chunki u Allohning kalomidir. Ilgirki ummatlardagi bu turli ixtiloflar ularni oyatlarni burmalashga va xohishlar bo'yicha almashtirib etishga olib borgan. Natijada ularga Allohning azobi haq bo'lgan.
Шуңа шәр'әт таләп кылган бирлек ва иттифаклык тақаззасы буенча қираатта ixtiloflashib қалғанда дәталаш қылмастан ixtilof bo'lmagan qiraatni tutib menish kerak. Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Sajiya İslam Tadqiqot Markazi.